Qachongacha ham Samsungchilarning 24 Ultra, 25 Ultralar bilan maqtanib yuradi. 26 Ultra keldi, o'rta obzor qil. Seriously. Butun dunyo kutgan Samsung S26 Ultra va nihoyat taqdim etildi. 25 fevral kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining San-Fransisko shahrida rasmiy taqdimot bo'lib o'tdi. Taqdimotga ko'ra S26, S26 Plus va S26 Ultra e'lon qilindi. Samsung kompaniyasi bu model uchun dunyodagi hech qaysi smartfonda yo'q kuchli funksiyalarni e'lon qildi. Buni kuchli fishkalaridan biri bitta dona knopka orqali yon atrofdagi odamlarga umuman ko'rinmaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Ishonavering, bunaqa funksiya hali hech qaysi telefonda yo'q. Yana bitta kuchli funksiyasi buni sun'iy intellekt tarjimoni bor. Masalan, telefonda gaplashayotgan odamingiz dunyoni har qanaqa tilida gapirmasa, uning ovozi to'g'ridan-to'g'ri sizga xohlagan tilingizda tarjima bo'lib keladi. Tasavvur qilishingiz uchun, u ingliz tilida gapiradimi, rus tilida gapiradimi, sizga o'zbekcha bo'lib tarjima bo'ladi. Maksimalni 16 GB operativ xotira va 1 terabayt ichki xotiraga ega bo'ldi va dunyodagi eng kuchli protsessorlardan biri Snapdragon 8 Elite Gen 5 chiplari o'rnatildi. Smartfonning rasmiy narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada 26 so'zni yozib qoldiring. O'zimiz sizga jo'natib boramiz.